Qizlar, IELTSdan 9 olsangiz ham hech qachon grant yuta olmasligingiz mumkin. Bugun til sertifikati haqida gaplashamiz. Oxirgi qo'ygan videolarimdan keyin hamma mendan til sertifikati haqida so'rashni boshladi. Necha IELTS kerak, qanaqa til sertifikati kerak, necha bilan topshirsam yuta olaman va bugun qizlar sizlarga hammasini aytib bermoqchiman. IELTS bo'yicha har bitta universitetning talablari o'zlariga bog'liq. Misol uchun ba'zilari 6,5 so'raydi. Ba'zilari 7, ba'zilari 7,5, ba'zilari har bitta seksheni 7 dan kam bo'lmagan result kutadi. Shu vaqtgacha topshirgan grantlarim orasida kamida 6,5 so'ralgan va maksimum 8 so'ralgan. Lekin shuni aniq aytaman, shu vaqtgacha hech qayerda 9 ni ko'rmadim men. Va eng qiziq tomoni, sizdan 6,5 so'raldimi, siz 6,5 ko'rsatasizmi, 7,5 ko'rsatasizmi, 9 ko'rsatasizmi, sizga bir xil ball beriladi. IELTS bu shunchaki til talabi. Bu sizga ustunlik bermaydi. Umuman olganda, IELTS bu sizni ingliz tilidagi o'qishni eplay olishingizni isbotlaydi. Grantni esa bu sizning maqsadingiz, o'zingizga xos bo'lgan hikoyangiz va yo'lingiz beradi. Shuning uchun qizlar IELTSdan 7 yoki 7,5 olib qo'ying va qolgan vaqtingizni portfolioni to'ldirishga sarflang. Aynan o'sha sizni ajratib turishi mumkin. Va videoda aytilgan faqat qizlar uchun 100% grantni meni profilimdan topishinglar mumkin. Xayr!